Yuring, xonamga kiraylik, gaplashamiz. Tushunmadim. Sardorbek, Azizbek, bu nima ahvol? Men umuman tushunmayapman. Nimaga sizdan shubha qilishdi? men ham shunga hayronman Azizbek. Lekin nima ham derdik? Bularning kasbi shuni taqozo qiladi. Xo'p, mayli, taqozo qiladi, tushunaman. Lekin qo'lingizda dalilingiz yo'q bo'lsa, nimaga asoslanib buni so'roq qilyapsiz? Butun O'zbekistonga jar solib, haqqingiz yo'q buni so'roq qilishga. Mayli, Azizbek. O'zingizni bosib oling dedim. Sizga yaqin bo'lgan hammani so'roq qilamiz. Tushunarlimi? Shuning uchun ham Sardorbekni so'roq qildik. Hozir esa sizga ruxsat. Sizlar xonaga kiringlar. Uzr ming. Mayli Azizbek. Yuring. Men bir narsani aniq ayta olaman sizlarga. Bolangiz tuzilgan reja asosida o'g'irlangan. Nima? Shu nuqtai nazardan ham biz hamma yaqininglarni surishtiramiz va so'roq qilamiz. Hozir sizlardan iltimos, menga siz gaplashadigan, bordi keldi qiladigan insonlarni ro'yxatini tuzib beringlar. Hammasini birma-bir so'roq qilamiz. Farzandimiz topilishi uchun hammasini siz aytgandek qilamiz. Biz bajarishga bajaramiz-ku-ya. Lekin men siz aytgandek qanday tushuntirsam ekan sizga? Bizning yaqinlarimiz bunday qabihlikka bormaydi, tushunyapsizmi? Siz ishni qayerdan boshlashni bilmasdan faqat bizni urug' aymog'imiz atrofida aylanib titkilanaversangiz, bola chetga chiqib ketsa, boshqa davlatga chiqarib yuborsa-chi bolani? Sardorbek bilan yashagan vaqtingizni aytib berishingizni maslahat beraman. Xo'sh, masalan, Men bilaman nima qilish. Sen shoshmay tur. Nimaga siz meni o'ylamaysiz? Jonga tegib ketding-ku. qaytaring bolammi? Nima? Istaganingizcha bo'la qolsin. Ey, nimalar qilyapsan? Men seni jinoyatingga sherik bo'lish niyatim yo'q, bilib qo'y. Men senga necha marta aytdim? Aytganimni qil dedimmi? Yordam berishga majbursan. Kampir. Yordam bersan. Agar gapirmasang, qo'limni uchini ham qimillatmayman. Bir daqiqada boshingni yerga tiqib qo'yaman.